Ay! Bo'ldi endi suv o'ynama. Ita jumakni ita. Kichik bola deganingizda. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kechiring. 21-asr bo'lganki, yaxshimisiz da'vadim-ku. Biz qachongacha jahonga moslashmay yashaymiz. Madaniyatga chilishib turganga yetamdi. O'zingiz kim bo'lsiz? Men bir odam. Ha? Qo'l ostingizda ishlayotgan yavash bir kala. Mandada. Degilik, mana sizni yo'tkilib keldik idoramizga deb anglab, qin-qinimga patmay taqazolikni kutgandim. Mana kelgandan keyin idorda kelmagan to'shigim qolmadi qarang. Tova. Mana uyingizga ne chiqdim bordim, eshikda qoq ochmadi. Bu o'ylamag'an yerda osmini ko'rinmay yarim shishib qolgansiz deyman. Biroq ishingiz bormi? Yo'q, boshqa ishim yo'q, boshqa o'ylayapman. Men faqat siz bilan ko'rishib salom berib qo'y deyman niyatda. Men azaldan o'zimning shaxsiy ishim bilan tashkilning beshini og'ritib qo'ygan banda emasman. Menda bu endi bir o'zim bir xolisimiz idoraning ahvollarini ancha-muncha bunda xabarlantirib qo'y degan niyatda. Bu gapingiz intayin to'g'ri bo'ldi. Qani. O'tiring. Qani. Keling, o'tiring. Qarang, menmo idoraga ish qilib kelgan necha kun bo'ldi. Shundoq. Xizmatchilar bilan teqa to'liq tunishib ketamidim. Shundoq. Uning ustiga mush uy ko'chmakmi intayin avorchilik ishkandanga. Nima qilmanga demaysiz deyman. Menga desangiz hammani gul-guli keltirdim emasmi? Rahmat. Uy ko'chish shirkatiga ozroq haq berib, ko'chirib urlashtirib oldim. Alloh akbar. Gap qo'p, pulda emas, bu yerda hurmat, ko'ngil degan narsa bor emasmi? Kechikib qoldik. Kerak yo'q. Endi siz bizga bosh olib keldingiz. Endi qoiduvchi idoramizga yo'g'o o'ylak binolar silinish kerak. Yana uy kuchsiz emasmi? Kuchib qolsangiz, nima dedingiz? Ya, amilingiz o'sab keldingiz emasmi? Bizga bosh olib kelib, naq yaxshi qildingiz qarang. Gapni qilsam, biz idoramizga ko'ni boshliqlarning hammasi bog'a non qibla. Yeb ichishdan boshqa hech nima bilmaydan qildim. Hammasilar emas-da. Asos chatdan hammasi shunday. Asos. Andaqda eniqrog'ini aytib baqsangiz. Masalan, kimlar degandek? O buni nima istasamdi? Masalan, sizga o'rin bo'shatgan birinchi qo'lni alaylik. O'tib ketgan shaxsiyatchi narsa u. Atrofiga xo'shamatchilik yig'ilib, atidan kechgacha o'zining bilgan qilganlarini bazog'i sag'ini bu. To'xtangchi. Bu qandoq bo'lg'ini? Men o boshliqning fazilatini ko'p anglagan. Hatto ish izlari gazet, radiolarni tashviq qilgan tursa. Voy, gazet, radio degan-ku, deb qo'ysa-ku, rasqayning tutadi-ku. Nomus qilmasa qig'ashlarni televizorda bag'izatdi u. Sal oshirib etdingiz. Yo'q, oshirmadim. O'ylab baqing, agar unda bo'lmagan bo'lsa, uning o'rniga boshqa birisini belgilamdi. Gap mana bu yerda. Meni o'sgandagi o'rniga boshqa birisi keldi-da. Men uni pensiyaga chiqatdi deb anglab. Siz boshliqingizga meningdek tushunmayotgansiz. O xizmat iqtidor jihatdan men ustoz, yosh jihatni elib etganda men aka bo'ladi. To'g'ri. Men ko'ni boshlig'imni obdan tushunaman qarang. Nima? Gapni qilsam, men hamma ishdan oldikaniga sapsilib odatlangan ekanman. Bu yerda gapimning oyog'i chiqmoqchi, siz gap boshlab qoldingiz. Agar sal ta'xir qilib turgan bo'lsangiz, men boshlig'imning ta'rifini ortiqchiliklar bilan tamomlamoqchi edim. Mening o ko'ni boshlig'imning kamchiligim deyishimdagi sabab Sahip Jamal'ның güzelliğini texmi namoyon qilish uchun uni yeniga satarak birsini qo'yib qo'ygandek ishchimi? Manda da. Men işte, bu. Mening ko'ni boshlig'im bak yaxshi ko'rdi meni nomzodlik ko'rsatdi. Ishxonasiga kirib paranglashgan. Men uni rad qilgandim. Nima qilganda men o boshliqni bak yaxshi ko'raman. Lekin men boshliq bo'lishini toza o'zim muvaffaq ko'rmadim. Meniki nimda gap qilsam u yoqqa qarab turibsiz. Ko'ramay o'tamsiz? Nimani? Balını. Su oynayotgan shumni demsiz? Nima dedingiz? Shumni deyman. Shundoq. Eniqrog'ini aytganda, jumak echilib, to'xtamay eqiyotgan turbi suvga diqqat qilyaptimi? Suvga? Desam demisam, shum ichib aytgan gap turbini. Beriblar qunga ishkin tiplar jumakni tutkilaymi? To'xtang. Jumakni bola ochgan taqdirdimi, cho'nglar etib etish kerak edi.
Bayatın bir qarab tursam, nechisi o'tib ketdi. Birisining bu jumakni yetish xiyolimi kelmadi? Ay, qo'yinglar bunda shaxsiyatchi nima deyman. O'zining uyini jumakiga qilib baqson, yo suv satır ta'tir taynik burab ishni olmay juma haq. G'alati gap bo'ldi-ku. Ya g'alitlik his qilmang. U davlatning g'ajiligini. Men ne chiqdim dedim tashkilga. Idoramizning qo'rovlarga gulgiya tamayli, daraxt tikmayli, chimlik qilmaysa unimayman qildi. Buni bana qilib men haq balkonlarga, uylarga, teravaga, gullarga bulishib sug'ag'in turib suncha, xuddi osmondan soat yo'q, yomg'ir yog'ayotgandek. Manda ishlan badan. Bo'lmamdigan, ha? Men dedim qo'y sizga, mana qarang, o'ylab baqang, qarang. Bu haqpaga o'tib ketgan ash xo'shamatchi haq deyman. Mana endi siz bizga boshlab keldingizmi? Ha, mana endi ko'rsiz, sizni mehmon qilishni boshlaydi bu haq. Nomus qilmay. Men o'zimni olsam, mening o katta restoranlarda mehmon qilg'ichiligim bor. Ammo lekin men qilmayman. Nemishqa degan chaqda mening o ota bobomning qinida shaxsiyatchilikning bakteriyalari yo'q. Mesela taza o'tlagan chaqda ha deb tarasil tatib, to'ri taqib deb, mana ishni ko'raman. Sizni oyimizaq bo'lmaydi emasmi biz? To'g'ri. Bu gapingiz intayin o'rinli. To'g'rimanda. Ben berib jumakni aniga bir mungdi saylar. Ay, to'xtang. Biz biroz kutayli. Meningcha, davlat mulkiga kuyindiganlarning chiqmaydiganligiga ishonmayman. To'g'ri. Men shu qarashda. Bu apla, suni azroq asib bo'lmam deyman, shuni deyman. Sharildib odamning yurkini etishtirib, suv o'ynaganga to'y deb apirib gilni bug'abli daryoga tashlasamga tuanimda chiqdim men shundan. O cho'nglar ko'ngli bilmayotgan yerda kichik boldan qanday ranjigular? Qanday kichik bola ul deyman, 5-6 yosh tumam deyman. Ertaga maktab bordi degan gap. Shart qilib kelsa yo'g'olib agish degan gap. O'g'o, shunda. Ey, mana tarbiya ko'rmagan, yasli ko'rmagan shumkan, buni o'qitgan muallimning jiniga vayjiman. Kimdan? Muallimning deyman. Bir yerini zaxmlantirmamizlar, kichik bolaning sho'x bo'lishi normal ish-ku. Ya, shuni tarbiyalagan odamning jiniga vayjiman. Jinini jak to'yg'izdir mana. Qara. Aptining setligini, chiroyning shaltoq menetligini. Mening alpozli bu onasi bu tajribə bo'lumsiz o'tni o'xshaydi mana. Anchulam emas-ku. Yo'q, shundoq. Men mehnat yuzurdan paskini alpozning bu onasining jirginishini qalbini ko'rib aql bo'ldim. Bunda qarab turcha, qarab. Siz o bolaning onasi bilmayotgansiz-da. Ya bilmayman, bilgim yo'q. Bunda qasma xotinlarni bilgim yo'q deyman men. Xotinlar baqa mana alpozning balaning qiyaptini baqa. Bu ayolning üstü bishi bilan shu qozon bishi o'xshashli kir qasma xotinlarda bu dedim. Bo'p qoldigan yerlarmi badu? Kisbetima bo'lmaydi, yo'q bo'lmaydi. Qarang. Endi lay o'ynagan turdi. Qaragan manqillardan pildirlab turgani. Ya et o'tmaydi. Ya be ishchi jut o'tmaydi adam ko'nglilashadi. Bo'lmasa, siz berib et o'tkilamsiz ya. Menmi? Ha? Men et o'tamdam. Agar et o'tish to'g'ri kelsa, dadisiga lamzalni berib et o'tsin buni. G'alati gap bo'ldi-ku bu. G'alitlik his qilmang. Siz anglamaganmi? Bunda sho'x bilan dadisi go'mishkilamiş deb, ha? Mana. Hozir anglayapman. Anglatamsiz. Demak bu turmushda ajoyib ishlar yo'liqsizcha, bu dunyo deganda har qanday ishlar yo'liqib tursiz. Mana shunga o'xshash. Appalla. Mana bola tarbiyalashda hammadan dodining mas'uliyati bak muhim. Bo'libmi manda maraz shuni tarbiyalashda da mana. Manda gap odam. Shundaq bunda bo'lmamdigan o'ylab baqing. Mana ma bola cho'ngmas nim bo'lmoqchi. Ha? Nim bo'lmoqchi? O'g'ir bo'lsa qarab suldan kuydamoq, ha? Qarab bir itotni ko'rdingizmi bizga? Ko'rding. Ma'go jamiyatimizda qalam qildigan rasmiy qatillik tutama shu ma'go. Hay, endi bo'ldiqsiz ularniki. Bo'ldi qilamayman, qanday bo'ldi qila olasiz? Bizning alfozi bo'ldi qila olamsiz? Ha? O'ylab baqing. Hammani qilgan dada. To'ra. Dada. Men agar podshoh bo'lib qoladigan bo'lsam, mushundoq marashimni tarbiyalagan shu dadini birinchi o'lab dag'al sizdatdim men buni baqo. Voy. Nima deb joylab o'tsangiz? U mening bolam. Sizning bolangiz? Ishonmayapsiz? Yo'q, ishonmaydigan nima etdim men mening. Kenjitayingiz kenda? Qarang. Anam. Qara qiliqlaring tatliqni. Nima degan umoq bola bu? Bola bo'lsa, sho'q bo'lsa, bo'lmasa, yo'q bo'lsa da biga aytmabdi kendikda. Endi bo'ldi qiling. Birdamda o'qitibdim, bu qutib qo'yib keltirdingiz-ku. Endi janubiy qutb bilan shimoliy qutb o'xshashli muzg'u. Bayatın degan gaplarimning hammasi 0 o'siriq gaplar. Yo'q, bo'p qoldigan yerlarmi? Hargiz bo'lmaydi. O gaplarimning hammasi bo'lmaydi. Men agar oldingizda shu xo'shamat bo'lib qolamki deb qo'rqmasam, berib pildirlab turgan yerga cho'k kirib suyab qo'ydim. Sal oshirib yetdingiz-a?
Ya aşırı etmedem, aşırı bitemem ademe. Özünüz öyle bakın. Mesela mış ballarına pakiz baksa hem adamın közü düşündük mı? Ana şu başkalarının sözlep tiltik etmesin dep bir paskiri bakkan gap. Toğra. Günah mende. Mening de anısı ballarına ta'tir bakıran anlarının bağlılığını bilmeyenligimdi de mening. Sizce eliqi darğaslagan dadını qanday qilish kerak? Adamda hıcılık emisingizcha. Mening shu tilimni kesib bersam zaten. Hadi qo'yib bersam hamma narsa üstümen deydigan mungisi boqqa aylanib qoldim. Boqqaning yaxshi taraflari bor endi ancha-muncha qo'shiq qilsangiz yerlaringizni ag'dirib birdi. Uningga satqiliqlarini tilga ag'irmaydi endi. Qiziq gapildi ekansiz. Qiziq emas, qiziq demadim. Ma balada baga ajoyib bir xil sihriy jalbgarlikni his qilyapman. Ma bala cho'ng bo'lsa aylaqa Nobel mukofot. Nobel degan bala dema, Nobel degan balamış. Siz shunda qaraysiz. Qaram sizday siga bilib tumanda bo'ldi. Bu balning alamati bor. Men ey Hannas, ma bal cho'ngildan emas bor. Ajoyib bir cho'ng bir ishlarni qo'zg'aydigan bolam. Mesela hozir men dunyoda olimlar hal qilamayotgan masala shunday jiq. Kim biladi, aşı hammani yug'uriblar, hammani shu balangizni hal qilamdi. Masalan, qanatsiz aeroplan, chaqsiz mashina, yiqilg'isiz paraxod, to'g'ri. Partlamaydigan bomba deganlar balangizni ijod qiladi. Endi boldiqsiz ularmiki? Yelimi o'z balam bombag'ini. Bu nimanda abi siz? Qandaq sizning balangiz bo'lmaydi, sizga qo'shib qo'ygandek o'xshash tumanda. Mening burunqi ayolim qazo qilgandan keyin qayta o'ylanganligimni anglagan bo'g'idingiz? Vay, makallamni astagfirullah. Ağlıgan. Sizde bir küçük bir kız olmayı yaptı da balı. Kichikroq bir cho'kam to'y qilib turgan, lekin balangizdan bor ekan mana. Bu bala ikkinchi ayolimning burunqi erdan bo'lgan bala. Nimanda gipim qo'llashmaydi ekan aytganingizni desam, asli o'gay balangiz ekan-da bu. Nima? O'gay bala emasmikan? Kim unda deydi? O'gay balaning o'z baldimi qiliqlari tatliq bo'ladi. Ana haqiqatni qilsam, endi men bu yerda turmayman. Siz ishingizni qilavering. Buning degan asaqamga o'zim qarayman. Xotirjam bo'ling. Buning degan o'zim qarayman. Bala Sunubek ojiq o'ynab ketdi. Angizishib ketmasin. Siz xotirjam bo'ling, o'zim qilaman. Jinim saqam. To'xtang.